Bir paytlari o'ylab qolaman. Nimaga yildan yilga sayohatga qiziqish ortib bormoqda? Menimcha javobi oddiy. Dunyo hali kashf qilinmagan mo'jizalar bilan to'la. Keling, yaxshisi siz bilan O'zbekiston uchun yaqindagina o'z eshiklarini ochgan Xitoy Gavayisi bilan tanishamiz. Yo'q, bunday emas. Keling sizga boshdan aytib beraman. Men kemadanimga narslarimni yig'ishtirib, to'g'ridan-to'g'ri shu orolga uchib keldim. Ko'rsatuv davomida siz bu orol haqidagi hamma fakt va haqiqatni bilib olasiz. Bu yerdagi aholi nima hisobiga yashaydi? 1,5 milliard dollarga qurilgan dunyodagi eng lyuks mehmonxonaning O'zbekistonga nima aloqasi bor? Yiliga qancha turistlar keladi? Narxlar qanday va nega butun dunyo sayyohlari bu joyni Xitoy Gavayisi deb ataydi? Hammasini shu videoda ko'rasiz. Hainan Xitoyning eng janubiy nuqtasida joylashgan orol. U Vyetnamning mashhur Phuket, Da Nang va Nichang kurortlari kabi janubiy Xitoy dengizi bilan o'ralgan. Hainan bundan 2000 yil oldin Xitoy imperiyasi tarkibiga kirgan. O'sha davrlarda u chekka, tropik, aholisi juda ham kam bo'lgan hudud edi. Qadimda Hainan Xitoy Gavayisi emas, balki surgun joyi bo'lgan. Gavayi vaybini ko'rib aldanmang. Imperiya bu yerga oldinlari siyosiy raqiblar, gapga kirmaydigan amaldorlar, erkin fikrlovchi olimlar, ayrim jinoyatchilarni ham yuborgan. Orol issiq, nam, o'rmonli, turli kasalliklarga va yirtqich hayvonlarga boy bo'lgan. Hech qanday infratuzilma bo'lmagan. Xitoy rahbariyati bu yerga kelish deyarli o'lim bilan teng deb o'ylashgan. Lekin bu yerga yuborilgan surgundagilar orolning havosi va tabiati toza bo'lganligi uchun uzoq umr ko'rishgan. Ming yillar davomida Hainan asosan baliqchilar, dehqonlar va surgundagilar yashaydigan hudud bo'lib qolgan. Lekin 20-asr oxirida hammasi o'zgardi. 1988-yilda Hainan alohida provinsiya va erkin iqtisodiy zona deb e'lon qilindi. Shundan so'ng yangi aeroportlar, yo'llar, mehmonxonalar, turizm markazlari, dunyodagi eng katta duty free zonalar qurilishi boshlandi. Kecha surgun oroli bo'lgan joy bugun millionerlarga xizmat qiladigan resort. Bugungi kunda Hainan Xitoyning eng boy, eng toza va eng xavfsiz hududlaridan biri hisoblanadi va bu yerga har yili 90 million turist keladi. Bu raqam ichki va tashqi turistlar oqimining soni. Orolda joylashgan dam olish maskanlarida sayyohlar uchun yaratilgan qulayliklarni real baholash juda muhim. Shuning uchun safarim davomida men servisni baholash maqsadida bir nechta mehmonxonalarda bo'lib ko'rdim. Bu yerdagi mehmonxonalar xohlagan turdagi sayyohlarning talabiga javob bera olishi mumkinligiga amin bo'ldim. Masalan, 4 yulduzli Pearl River mehmonxonasi. Ekonom mehmonxona bo'lishiga qaramasdan har bir etajda sizga ovqat yetkazib beruvchi robotlar xizmatingizda bo'ladi. Mehmonxona juda ozoda, dengiz bo'yida. Hainandaligimda shu narsaga amin bo'ldimki, bu yerdagi mehmonxonalar va resortlar xohlagan turdagi turistlarni lol qoldirishga tayyor. Masalan, biz hozir Pearl Garden mehmonxonasidamiz. Oddiy 5 yulduzli mehmonxona, lekin uning infinity basseyni bor. ...2025-yil ISP tadqiqotiga ko'ra, Xitoy texnologiyada ko'p sohalarda AQShni ham ortda qoldirgan. Hainan shu eksperimentlar uchun maydon. Shuning uchun har bir otelda robot va yana robot. Meni e'tiborimni Horizon Resort mehmonxonasi tortdi. Bu mehmonxona Bali, Sharm el-Shayx uslubi qorishmasi desa ham bo'ladi. Maydoni 65 ming kvadrat metr, ya'ni 9 ta futbol maydonida qurilgan. Bunaqa mehmonxonada yashash bir kechasi $90 ekan. Boshqa kurort davlatlarda bunaqa resort narxi kamida $200 bo'lardi. Mehmonxonada barcha yoshdagi sayyohlar uchun qulayliklar, bolalar maydonchasi, basseynlar va o'yin zonalari mavjud. Yalongbey plaji Hainandagi eng zo'r plyaj hisoblanadi. Nimaga? Suv juda ham toza, qumlari ozoda. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, eng ko'p turistlar aynan shu sohilga kelib dam olishadi. Kechqurun jonli shoular va ko'ngilochar dasturlar o'tkaziladi. Shuningdek, mehmonxonalar uchun milliy va xalqaro taomlardan iborat shved stoli ham taqdim etiladi. Bu yerda 5 yulduzli mehmonxonalar bir-biriga raqobat qiladi. Atlantis, Marriott, Ritz-Carlton, Hilton va yana boshqa o'nlab mehmonxonalar tarmog'i. Hainan bu iqtisodiy erkin zona. Shuning uchun bu yerda soliq past, import tovarlar arzon va yuqorida nomi tilga olingan dunyodagi eng yirik mehmonxonalar tarmoqlari o'z filiallarini ochishgan. Dunyodagi eng lyuks otel Atlantisning 3 ta rezorti bor. Ikkitasi Dubayda, 3-chisini topingchi. Hainanda. Atlantis saniga alohida e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bu oddiy mehmonxona emas, balki to'liq okean tematik rezorti. Mehmonlar The Lost Chambers akvariumiga cheklanmagan kirish huquqiga ega. Bu akvariumda 86 mingdan ortiq dengiz hayvonlari bor va ular 270 dan ziyod turdagi dengiz organizmlarini o'z ichiga olgan.
Aquaventure suv parki 200 ming kvadrat maydondagi suv bog'i, katta slaydlar, Leap of Faith nomli vertikal tushish orqali suzish imkoniyati mavjud. Dolphin Cay bu yerda siz delfinlar va dengiz hayvonlarini ko'rishingiz mumkin. Atlantis Sanyada 21 ta restoran bor. Ulardan biri Gordon Ramsay Bread Street Kitchen. Mashhur oshpaz Gordon Ramsayga tegishli va bu uning Xitoydagi birinchi Bread Street restoranlaridan biri. Oceano Underwater restorani. Ovqatlanayotgan paytingizda dengiz jonzotlarini ham tomosha qilishingiz mumkin. Va nihoyat men o'sha milliarderlar yaxshi ko'radigan bir kechasi $8,000 turadigan xonani topdim. Suv osti xonasi. Poseidon Underwater Suite. Hambakir hushingdan ketib qolib xonani ko'r. Bu xonada bir kecha tunash $8,000 o'rtoqlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Nima uchun bunaqa pul to'lash kerak? Hozir sizlarga javobini aytaman. Xonasining derazalari akvariumga qaraydi, ya'ni uxlayotib ham baliqlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu mo'jizaviy mehmonxonada bizga syurpriz bo'lgan narsa sotuv bo'limining boshlig'i o'zbekistonlik yosh qiz Farida bo'ldi va biz undan intervyu ololmasdan keta olmadik. Квадратура от 161 до 222 варьируется из-за того, что, видите, здание uchburchakku и tepaga chiqqani bilan kichkinalashadi. Hozir bu nechinchi etaj shunda? 26. 26 da. Hozir Farida bizga ushbu xona haqida qisqacha ma'lumot bermoqchi. Bu suite xona ekan, to'g'rimi? Necha kishilik? Все категории нашего отеля номеров входит 2+2, то есть 2 взрослых и 2 ребенка младше 12 лет. И именно эта категория называется Regal Suite, роскошный люкс, и квадратура составляет 161 квадратных метров. Aytib o'tganimdek, Farida menga ko'pchilikga qiziq, oddiy o'zbekistonlik qiz qanaqa qilib dunyodagi eng hashamatli, eng lyuksoviy, eng brendoviy mehmonxonada Atlantisda ishlayapti. O'shanga javob bera olasizmi? Да, men o'zi Toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkentda turizm kollejida o'qiganman. O'qishni bitirganimdan keyin men Xitoyga ketdim, sразу o'rtoqlarim bilan. O'sha yerda birinchi yil просто tilni o'rgandim. Уже tilga berilib ketganim uchun bu yerda qolishga majbur bo'ldim, chunki Coviddan boshlanib qoldi. Keyin men o'qishga kirdim, Shanxayda o'qidim. 7 yildan beri уже Xitoydaman. Shanxayda men Fairmont Hotelda ishladim. U yerda ishlab bo'lib, keyin уже bu yerga keldim, Atlantisga keldim уже. O'qishni bitkazib keldingizda? Shanxayda o'qib, 7 yil Xitoyda turib, keyin уже bu yerdan menga ish vakansiya chiqqani uchun bu yerga meni chaqirishdi tanishlarim, bu yerga keldim ishlagani. Ikkinchi savolim, Farida, nima uchun Atlantisni tanlagansiz? Nechta sababi bor? Nima uchun o'zbekistonlik sayyohlar yoki o'zini ota-onasini olib kelmoqchi bo'lgan insonlar yoki o'zlari nafaqat ota-onasini, balki o'zi ham dam olishga kelgan insonlar именно bu rezortni tanlashi kerak, Atlantisni? Aytganimdek, Atlantis otel, именно Atlantis Sanyadagi oteli eng zo'r otellardan bittasi hisoblanadi. Bizda не только 5 yulduzli, bizda 7 ta yulduzli hisoblanamiz. Chunki bizda akvapark bor, akvarium bor. Akvarium bizda 86 mingdan ko'p har xil hayvonlar yashaydi o'rtada, dengiz hayvonlari. Plus butun mana shu Haynan orolida именно bizning akvaparkimiz birinchi o'rinda turadi. Ko'pchilik mashhur insonlar, ko'p oilaviy insonlar bizning servisimizni zo'r bo'lgani uchun bizni tanlashadi. Haynan orolidagi top 3 ta plyajlarni sanab o'taman. Sanya Bay 22 kilometr uzunlikdagi plyaj, ayniqsa kechqurun sayr uchun juda ham mos. Plyaj bo'ylab minglab palma daraxtlari o'sadi. Bu esa Bali yoki Karib havosini eslatadi. Dadonxay Beach shahar markaziga yaqin plyajlardan bittasi. Kechqurun plyaj bo'ylab ko'plab barlar va kafelar ishlaydi. Musiqali kechalar va jonli shoular bo'ladi. Va Haynan orolidagi eng zo'r plyaj Yalong plyaj. Bu joy Haynanning yuragi. Har yili millionlab sayyohlar aynan shu sohillarda dam olish uchun kelishadi.
Bu yerda plyajlar ikki xil. Jamoat plyajlari. Bunday plyajlarda dam olish bepul. Faqat agar quyoshda to'planish uchun shezlongda yotmoqchi bo'lsangiz, shunda ozgina to'lov qilasiz. Ikkinchisi, mehmonxonalarga tegishli xususiy plyajlar. Bu joylarga faqat o'sha mehmonxonada yashayotgan mehmonlargagina kirish ruxsat etiladi. Xitoy jamiyatida janjal madaniy jihatdan juda uyatli holat. Janjal payti mushlashish jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun odamlar mushlashishga emas, balki og'zaki janjalga o'tib ketadi. Shu paytda ba'zi kishilar tupurish orqali o'zining g'azabini ko'rsatadi. Ovqatlanishga kelsak, otel va ko'chalarda dengiz mahsulotlaridan bo'lgan ovqatlar rosa ko'p. Haynanga kelganingizda ovqat muammosi bo'lmaydi. Nima uchun? Bu yer turizmga tayyor. Ya'ni bu yerda xohlasangiz mol go'shti, qo'y go'shti yoki tovuq go'shtidan xohlagan taomni tanlashingiz bo'ladi. Bundan tashqari ekzotik mevalar ham bu yerda juda ham ko'p. Eng asosiysi mehmonxonaga kelganingizda siz aytishingiz kerak, menga halol ovqat kerak deb. Sizga o'sha ovqatni qilib berishadi. Haynan rezortlarining ko'pchiligi turizmga tayyor deb aytganimning sababi 5 yulduzli mehmonxonalarni sifat darajasini qanaqa aniqlasa bo'ladi. Masalan, Antalya yoki Sharm-el-Shekhga borgan bo'lsanglar, chiroyli muzika bo'lib turgan bo'ladi lyuks mehmonxonada. Hidi bo'lmaydi va bir nechta xalqning kuxnyasi bo'ladi. Masalan, bu yerda hozir italyancha kuxnya. Biz hozir pasta zakaz qildik. Kecha yeb ko'rdik, ta'mi juda ham yoqdi. O'shanga bugun yana zakaz qilamiz. Ta'miga baho beramiz. Bu yerda Meksika takosidan italyancha pastagacha topsangiz bo'ladi. Ayniqsa krevetkali sho'rvani birinchi marta o'zimizni mastavadan ustun qo'ydim, lekin tez o'zimni yig'ishtirib oldim. Chunki mastavaga xiyonat bu vatanga xiyonat. Orolda o'rtacha cheki 5-10 dollardan oshmaydigan ko'cha fast foodlari o'sha McDonald's, Subway yoki KFC shoxobchalari rosa ko'p. Lekin bularning ichida o'zbegimni ta'mini beruvchi kafe topdim. Ismi jismiga mos, o'zbekcha. Ovqat borasida osh bu Ferrari bo'lsa, qolgan ovqatlar Moskvichga o'xshaydi. Xullas, Haynan meni ovqat borasida hayratga sola olmadi, lekin davolanish va xalq tabobati bu yerda ancha oldinlab ketgan. Hozir Xitoy tabobat markaziga yetib keldik. Bu yerdagi yuqori toifadagi shifokorlar bemorlarga konsultatsiya berib, har xil kasalliklarni davolashda yordam berishadi. Hozir bilib olamiz, Xitoy tabobati dunyoning boshqa tabobatlaridan nimasi bilan farq qiladi. Qani ketdik. Men bir nechta joylarda sog'ligimni tiklash uchun muolajalar olib ko'rdim. Davolovchi massaj va igna terapiyasiga 34 dollar sarfladim va belimdagi og'riqdan deyarli bir zumda qutuldim. Сезмэймба. Я не чувствую боль в спине. Уже, да? Там已经感觉еще так нужно несколько время. Вот, да, туда-сюда шевелиться, вперед, Шевелиться, да? направо, налево. Так, да? Так. Yo'q, butunlay o'tib ketdi deb aytolmayman, lekin men yurgan, mana shunaqa qilganimda sezardim. Hozir sezmayapman. Ana hozir igna tiqilgan joyda turibman. Doktor aytdi, orqaga sanchish mumkin emas. O'shanga qo'lga sanchamiz dedi. Haynanda ko'chada doktor deb o'zini tanishtiradigan, aslida esa tajribasiz yoki umuman diplomga ega bo'lmagan muolajachilar juda ham ko'p uchraydi. Masalan, noto'g'ri qo'yilgan igna asab tolalariga zarar yetkazishi mumkin. Agar xotiningizdan keyin u asab tolalari butun bo'lsa albatta. Yuqori malakali mutaxassislar esa odatda klinika litsenziyalangan markazlarda yoki mehmonxonalarda ishlaydi. Bunday mehmonxonalarning ro'yxatini izohda qoldiraman. Сейчас у нас производится диагностика согласно китайской традиционной медицине. Врач профессор Ван Си, ему 78 лет, уже более 45 лет опыта работы в китайской медицине. Он производит диагностику по пульсу, по языку как раз таки. На языке можно посмотреть, какое состояние пищеварительных процессов, то есть ЖКТ внутренних органов. Ko'rib turganingizdek, agar bu yerda qandli diabet, ichak oshqozon kasalliklari yoki tayanch apparat harakatlanish organlari bilan qanaqadir muammongiz bo'lsa, men o'zim ko'rganman, juda ham ko'p insonlar kelib shu yerda dam olib ketyapti. Shu yerga kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Rahmat sizga, Albina. Спасибо. Sanyadan 1 soatlik uzoqlikda Lingshui rayoni joylashgan. Lingshuining boshqa lokatsiyalardan farqi, bu yerga butun dunyodan sayyohlar asosan Hot Spring deb nom olgan 15 ta termal basseynlar uchun keladi. Bu basseynlar Doubletree by Hilton mehmonxonasida bo'lganligi uchun men shu mehmonxonani bron qildim. Bu mehmonxonaning bir kechasi 2 kishiga 150 dollar turadi va siz tekinga termal davolanish huquqiga ega bo'lasiz.
Haynan o'zining kechki bozorlari bilan ham mashhur. Bu yerda siz dunyodagi eng mazali deb tan olingan Golden Mangoni tatib ko'rsangiz bo'ladi. Joy nomi Agricultura Market. Bizning tilda kechki bozor desa ham bo'ladi. Bu yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan tortib, kiyim-kechak, Xitoyda nima ishlab chiqarilsa, eng arzon narxda sotiladigan joylardan bittasi. Hamma joyda bitta qonunni nima qilaman? Men ketganimdan keyin 5 sekundgacha sanayman, orqamdan qaytib keladi. No, thank you. Thank you. Thank you. No. 10, thank you. Thank you. Mango, yes. How much this one? Yes. Yes, tea. Yes it. Okay. No, but I want this one. One. This one. No. 15. 15. Camera, Bobo. Okay? 15. This one and you'll cut me. Yes. 15 делаю, 15, тетя. Okay. Hozir opa kesib beryapti. Rozi qildim. Boshda 40 yuan deyotdi, hozir 16 yuanga tushdi. Bu degani deb $2.5. 40 yuan degani $7 почти. Почти 2-3 barobar arzon oldi. To есть men nima demoqchiman? Mahalliy bozorlarda savdolashinglar. Chunki tropik davlatlarda bunaqa mevalar qimmat bo'lmasligi kerak. 70 yuanga yarim kilo berar ekan dengiz taomlarini. Tushunganimda har bittasidan bitta berar ekan, общий yarim kiloga 70 yuan, bu degani $10 atrofida. Aytamanku, dengiz mahsulotlarini yaxshi ko'rsa, bu yer realniy ular uchun jannat. Bu yerga 18:00 dan keyin kelish kerak. Nimaga? Chunki kechki bozor. Agar siz Haynanni haqiqiy mahalliy vibe'ini his qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu joyga keling. Haynan bo'yicha offshore orolda duty free savdo markazlari soni hozirda 12 taga yetgan. Ularning eng mashhuri Haikodagi CDF. Bu markaz dunyodagi eng katta duty free markazi. Bu yerda 800 dan ortiq xalqaro va mahalliy brendlar bor. Haynanga kelganingizda albatta CDF ga keling va o'zingizni, yaqinlaringizni original tovarlarda sovg'a salom bilan xursand qiling. Crown Beauty majmuasi. Daraxt shaklidagi mashhur Three Towers arxitekturasi Sanyadagi eng taniqli turistik markazlardan biri. Yanoda Tropical Rainforest Parki. Bu faqatgina kompleks emas, bu butun bir ekosistema. Agar bunaqa yashil o'rmon bizda bo'lganda edi, hamma daraxtlarni kesib, yuzlab domlarni qurib tashlardik. Balki shuning uchun ham bu o'rmon bizda emasdir. Hozir biz Yanoda parkidamiz. Bu park, sizlar tushunishingiz uchun, Xitoydagi 5 ta A, ya'ni o'rmon yoki boshqa obyektlarni o'zini ahamiyati bo'yicha eng yuqori o'rinda turuvchi obyekt hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir minglab turistlar yuribdi, bekorga emas. Chunki bu yerda eng chiroyli o'rmon va park joylashgan. Hozir kirib obzor qilamiz. Kirishdan oldin mana bu stiker yopishtiramiz. Bu majburiy. Ketdik. Bu yerga kirish $35. Kompleksga kirgach, funikulyarga o'tirib 450 metr balandlikka ko'tarilasiz. Bu vodiyga 15 minutda nima uchun funikulyarda ko'tarilganimiz natijasini hosilga ko'rsatmoqchiman. Bu ko'rinishni ko'rishingiz kerak. O'sha siz biladigan oynali ko'prik shu yerda joylashgan. Ko'ramiz. Yanoda Haynanning eng katta tropik o'rmon parki va u butun Xitoy bo'ylab o'rmonlar uchun namuna sifatida tan olingan. Zipline va tepalikdan arqonda sakrash attraksionini ko'rasiz. Follow the warm tips. One, take good care
of your personal belongings. 2. Don't take photos. A viewing platform has a capacity of 398 persons. 严禁外伸拍照。3. 栏杆。 Kompleksda siz insonni hayratga soluvchi noyob hayvonot olami, ekzotik o'simliklarga to'la haqiqiy junglini, sharsharalarni, li va miao millatlarining madaniy ko'rgazmalari, ya'ni an'anaviy kiyim, musiqa va raqslarni ko'rasiz. Men endi tushundim nima uchun bu o'rmon menga shunchalik yoqib qolganini. Chunki bu yerda 2000 dan ortiq har xil o'simliklar va hayvonlarni uchratsanglar bo'ladi. Va albatta, Haynanga kelganingizda bu o'rmonga tashrif buyurishni maslahat beraman. Ko'rsatuv oxirida sizni xursand qilmoqchiman. Bu yerda bir hafta dam olish narxi $500-600 dan boshlanadi. Narxga borish-kelish aviabiletlar, boshlang'ich mehmonxonalar, nonushta, kutib olib kuzatib qo'yuvchi xizmatlari, tibbiy sug'urta kiradi. Bularni hammasini sizga Club Travel tashkil qilib beradi. Haynan bu tarix va tabiat birlashgan joy. Va men bilaman, har birimiz dunyoni ko'rishga, sarguzashtlarni boshdan kechirishga loyiqmiz. Agar men bilan birga yangi lokatsiyalarni kashf etmoqchi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosing. 老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。前程拜上。